işlerini tükep kalğanda toyğa kelerse. Oy bu ne balam? Oy işçi kvatodu kendi şeyleci mi hoş? Mana. Oy kesler. Oy. Qandaq ahvalları? Yaxşımı? Teşekkür hoşlar. Yaxşıdırıblar. Qani yuqur öslə. Oy. Qanda öyçe hemiz yaxşıdır balo yaxşıdır. Yaxşı hemiz ondan turbatıdı. Özüm masala məhkırım yaxşıdır. Yaxşı. Vay. Oy dimandaq çıraylık köynək iyi valla. Bu köynəklər əcəb yarışıbdı bu qametlərə. Vay rahmet. Çay qoğan tem qaşla. Çaydan kirib şundaq, öy kirişimə telefon jırışıb getdi. Telefonu elib sözləsəm. Süleykellemez mi? Şunu olan telefonunu koydum. Aşkıyında koydu. Uçup kirdim. Oy patam kaça. Rahmet. Oy müştaq çaydan erip kelgen vaqtlarda demlerini ağıl koymay bek açık vaptı men. Rahmet. Ya onda demizle. Şu kichkine bir çay. Ya o çay koyman demizle. Bu öyle çaycık işken. Bundan ki işçi olalımız. Rahmet. Neyim desem bula patam kaça. Şu kichkine məsləhətim batdı. Şu silni bana yıqıraq turdu. Bana yülək buludu. Dep könglim silni tatib. Şu cesurның toyuğu qopqan. Şun silni qız sorab bilib beriş birendikin. Dep şunun görüşey degen. Oy. Əcəb yaxşı oldu o. Cesurның qızı neymiş qıldı ki? Ular birge okup diken, keyin birge işlepdi. Şu arkalıkla bir-birisi bilen kamlaşıp kalğa okşaydı. Onda asıl bir-birini düşündü kendisine. Texim yaxşı oldu dek. Texim yaxşı oldu ketki dek. Oy şu yakın tuqqanlarga telefon qilsan, sayohatga ketib qapti. Shuni qanday qilsam bo'ladi deb, "Oy patam qachon bag'u, men yo'lak bo'ladi" deb, shu sizga maslahat solay deb chaqirishim patam qachon. Oy rahmat sizning ko'ngillarga rahmat. Chiq qo'lim ko'ksim sizning xizmatlarini. Jirat tuqqandan yaqinlik xo'shni a'lo degan gap bormasmi? Biz tuqqanda ko'p qoldik. Sizlar ishlari bizning ishimiz. Bunda vaqt kelganda ishlar deganda, o'yt qilib toza birdamni bejiritimiz. Xotirjam bo'lslar. Rahmat. Sizning bu gaplarni anglab, mush yuragim deganning joyiga tushdimi? Xotirjam bo'lslar. To'yning Suriyamanka, xudochilik emasmi? Shuningga choyga bilib berishmas ekan deb mush qo'shnilardan sizlarni, binodagi Aminamni, yana ma ikkinchi korpusga Rayhonni, oxirgi egiz binodagi Oyishalarga telefon qilib deb qo'ydim. Özür başlap beripirlar. Men sizning qaşlarda ba, ondan keyin ikkinchi korpusga Rayhan, Aminam bo'lib 4 bo'ldik. Oyishani shu vaqt kelganda bir gap bo'lar. Shundoq qilamiz. 3-4 odam degan bo'ladi qiz ko'rgin bari. Butunlay bo'ladi desa, bo'ladi. Shu cho'ning cho'ngcha deb sil jiqni ko'rgan shu men uytamdiki deyman-ku, pataqacha. Ko'ngillarga rahmat, meni ko'ngillar sanğanlarga rahmat. Mau qiz ko'rgini bordiganqa, unda betayyorlik, bunda bilmil. Ağam tayyormi qandaq? Biroq qo'r tayyorlab qo'ydim. Qog'imni silib olgandan keyin, betishdan keyin chiqib, shuni tam putirib kelamiz daqamda. Voy,
Onda az yaxşı yoktu. Ben çoğazı tezin üyemge çıkıp, ma köyneklerimini almıştırıp, darvazını aldı, seni saklap duray. Sil çıksla, bozağım varım sen. Rahmet. Vay, maqul ben çıkayım sen. Muş toyunu aldı kendini bu karşısına. Çokumsun razı kıl ben cümfatten Ya, ondan demişler, biz diyen, baydı jukur dedim, oy biz hoşun diyen, çıkkandek lop kaldı, koya hoş oldulayımız, tülsek gülümüz. Şilavuz özümüzün şidek verip gülümüz. Hatırcam bu. Makule. Hoş oldum. Makule. İyilik görüşelim sen. Vay rahmet. Nima? Uyni ijara oldiga odam chiqdimi? Nima dah yaxshi. Bo'ldi, ma'qul. Men atil berib rasmiyatdan bijirtay. Rahmat. Dada, men buguncha uyga baldur qaytma. Yo'q, buguncha sen bilan deyishdigan muhim bir ish bor. Jimo dada. Kechki ko'rishaylar. Xo'sh. Acayip benziş oldu. Rahmat İlyar. Mujunda ish bo'z ko'proq aloqalashpagina. Bo'ldi chata yo'q. Unda qo'ysa men molni ataktay. Hey. 30 kilo az emas, ma bel bo'lmayotdi. Bir 2-3 kundan keyin akta. Unda degani bilan xayrida bak oldirib ketpardi. G'ayrat qilib at bitirib bera aka. Qo'lida g'ayrat qilay. Ma'qul. Asman at molni ketgan kelman. Bo'ldi. Ma'qul, rahmat. Aka. Aycımallah o kötü dokmuş saklap kaptıken bazar bir tayarlıklan tuturup gireylici mi? Pul neyli vagansa? Oy aldım aka aldım hatırcam bular. Tüzügraq narsa elanlacım aka. Oy yüzünü herkes yegi qaratmayman. Hatırcam bol dedim go aka. Ma'qul. Xo'sh. Men bu shayr ochganda kutib olamda. Yana? Qaysar aka, hamma ishlar kichik-kichikdan bo'lmandi. Demakki oson. O'ylab baxtingizmi? Uydagi omoq aka-adilar ham o'sha kutishlik vaqtini bilsa, men texnik yarmas demakda. Unda qilmaydi. Kim almashtiradi işte? İşte Sinab berma, bular. Hocan. Acaba teskine oy kulum. Oy acaba yürüp gittim. Vay. Cesur, ishdan tushdingizmi? Yo'q dahi. Men bugun ismini qo'shib ishlaydi ekanman. Bir ish bormi-ku? Yo'q, boshqa ish yo'q. Shu ko'rish bil tomoq yemizmiki degandim. Bo'ptamsa, ishlaringizni qilavering. Bek charchab qolmang-a, baldur aramilang. Ma'qul. Xo'sh. Xo'sh. $50 ming? Ha, 50 ming.
Buncha ko'p pulni nima qilay deysiz, bolam? Uy setib olay degandim, dada. Bunchik puling bordu? Berib tursan-ku, dada. Tuyuqsiz uy setib oldigan bo'lib qopsiz. Bu uydan ketay demaydigansiz? Yo'q, dada. Oldi bilanchi bu uyni setib olib ijara berma. Ijara olgan pulni sen qaytarib berma. Uning usti eng yaxshi yeri ijara oldigan odamni tep bo'ldim. Buchu mablag' selish. Siz bir qiz bola bo'lgandan keyin mablag' selish u bu demay, to'yingizning g'amini qilsangiz bo'ladi. Ay, voy dada, uning g'amini qilma. Lekin o'zimga tava uy bo'lishni bek orzu qilatdim. Shumi sizning uyingiz? Voy, shu mening uyim. Lekin Qaysar bilan Jasur ikkisi to'y qilib bo'lgandan keyin kelinlar kira. Kelinlarni oldib bo'ynimni qisib yurgim yo'q. Balam. Dada, ma'qul degina, bo'ldimush qizimni yattiq qildim deb o'ylag'ina shu pul bilan. O'sim bilan qaytarib ber. Jumbo dada. Aka. Aka tomoq pishdi. Sen mi bu yerda ekansan-da? Tomog'ingni yeb olinglar. Hozir. Dada, unda o'zi. Voy aka, xislatda xo'shalg'u, tunugin ishdan qoldirilgandek emas. To'g'ri, men bilmadim, shing'iyibli qopdi-ku. Aka, tomog'ing sovib qolsin. Tomog'ingni yegina. Mana hozir. Jasurni o'ylaydigan uy yo'q. Bu balaning uy setib olg'isi kelib qolgani qiziqda. Asta. Keyincha deydingiz qachon? Jasur. Biroq siz hozircha cho'g'ay eriblanmaysiz. O'z kichik uy asoli keyinchi baliq bo'lsanglar, o'zidagi tojlik bo'ldi. Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Ay. Voy aka, belim yana og'riyotganda. Turibla azroq og'rib qoldi. Hafka meliqni nasranlarni ap bo'ldingmi? Hay aka, xotirjam bo'la. Qizg'avog'u bir tal uzuk, opsiq bir ko'ynaklik, dadsiq bir kiyimlik raq. Yenivog'u 4 patnosda tatliq turumlarni oldik. Yaxshirog'ini olgansizlar, ha? Voy, hozir toza moda bo'layotganini oldik aka. Qollardan birini chaqirib olsak bo'pti-ku. Voy, shu Orzugulga telefon qilgandim. Sayohatga chiqdi ekan, cho'ngchay qilganda billa boray deydi. Bo'pti. Hey aka, ma belingi tuzli toza qo'rib chiqaymi, issiq qo'yib olamsan? Yo'q, yaxshi bo'lib qoldi. Mayli. Aka. Mandalama. Biz mandaqamizchimi? Hafkan. Gap so'zga diqqat qilasiz. Ko'ngilsizlik bo'lib qolmasin, Juma. Xotirjam bo'la aka. Sening deganingda qilamiz. Ay, tuqqanlarim, qo'shnilarim. Bugun sizni avar qilgan bo'ldik endi. Unda demişler. Unda demişler. Sizning ishlar bizning ishimiz, shundaqmi? Bizning ishimiz sizning ishlar. Shunda. Yiroq tutqanni yaqinlik qo'shni yaxshi deb. Degan bir maqol bormi? Xotirjam bo'lsizlar. Oltin uzukka yoqut ko'zni qondiribli kelimiz dedilar. Xotirjam bo'lsizlar. Deganlik kelsin. Maqamsiz. Xo'sh. Qizim. Men jiq o'yladim. Siz tunugin degan pulni men beray. Asma? Rahmat dada.
Bundoq odamni xush qilsa. Men cho'qim o'zim bilan qaytarman. Ya. Unda demang qizim, undaq deyish ketmaydi. Biri? Meni ishimni qo'yib turib, hozir sizlarni ishinglarni bitirib qilay. Hozirdan boshlab ikkilarning xizmati oldishida. Nima? Siz mudir ishxonasiga qaytib xizmat qilasiz. Sen hozirdan boshlab mashhad ishlaysan. Qandoq gap bo'lib ketdimdi? Lider. Sen mashhada material ham kelgan xatchaklarni ratlaysan. Yaraysan. Bu ishni men qilolmayman. Men bilan takallaşma. Bu degan buyruq. Dada? Dada? Direktor? Acaba bu direktor? Lider? Lider. Nim bo'ldi? Ha? Nim bo'ldi? Qildigan ishinglar yo'qmi sizlarni? Ha? To'ppa kacha. Siz xush bo'lib ketdingiz-ku deyman. Usmonim degan oz. To'y qilib safarga chiqib ketgan liderni chaqirtib kelibsiz, ha? Direktor, xato tushunib qolibsiz. Men lider bilan aloqalashmadim. Amsi bu ishlarni u qanday bildi? Men nadim bilay. Bilmez ki savol sizdan, ha? Ha? Yolg'onchining piri. Direktor, gap qilsangiz aql siqida gap qilsangiz bo'larmiki? Lider har qancha bo'lsin meni deb sayyoratdan yarim yo'l qaytib kelamda. Navos nima uchun tuyuqsiz inib keldi? Men nadim bilay. Hadi nima geldi? Qo'y, yaxshimi? Yaxshi. Biz shu qiz so'rab kelgan. Qani. Bildim. Rahmat, japa cheksanglar. Ma'qul. Yetmiş qatsiz. Ütep ketayotgan sizlarni söküp bitinglarni anglab boqay deb turishim. Siz hozir o'zingizning ishxonasi qaysisingiz buldigan bo'ldi. Lider buyruqni qaytarib oldi. Siz nima anlaysiz? Mehmon kutilish o'rniga. Liderning ishxonasi qaytmadi ekansiz. U buyruqni qaytarib oldi. Hozircha mehmon kutilish o'rnida ishlayotganda qilib turman. Yana nima nayram o'ylayapsiz? Nayram? Siz shunday qilib meni ta'sirlantirib, yesdashligimga erishib, meni ishxonamga kirib olmoqchi shundaymi? Shu orqali o'z maqsadingizga yetmoqchi. Shundaqmi? Siz meni hozirgacha tushunmamsiz? Men tushunmayman. O'zimni boshqalarni ta'sirlantirish, boshqalarning yesdashligiga erishish uchun har qanday ish qilmayman. Faqat amaliy kuchim, qobiliyatimga tayinib g'alaba qilaman bosh direktor. Amsi men ma'y.
Qasımlarning keldiğinden xabar topmagandan keyin shu taz yaxshi tayyorlik qilamidik, aldirab qoldik. Shundoq bo'lsin bir loyiqingli bo'lmasin qilib. Sizga boldiroq xabar berib qo'ysak. Özlerge mi? Bununla meşip gidiptik. Maqul qanar limonini biz çayga Voy rahmat. Voy shunga bek avor bo'lib ketmisin deb mushundaq bir jiddiychiliklarga ketdik. Bek rahmatchimi? Endi sizlarning kelishinglarni xabar topmagandan keyin shu bek yaxshi tayyorlik qilmay qoldik. Endi loyihalar bo'lmasmi? Ağaç emsi. Yilmi bek avor bo'lib ketdingiz. Birdanning ichidan mushunchalik ko'p dasturxon tayyorlabsiz. Bek rahmat, bek rahmat. Ağaç emsi. Oye, biz bu uyga kelgicha shunchalikmi jiddiylashib, hijolatchilikda bu hashamatlik uylarga qandoq kiramiz deb kelib edik. Undaq o'ng'aysizlikmi his qilmadik ha? Yo'q. Endi bizmi oddiy odam tursak, onchalik hasham qilishni nima deydi? Tek gap bo'ldi. Hozircha hammadan bu shu uy yasaymiz deb nəhayət aldırışıb ketadi. Bəzi yerdə öylərini həşəmət yasıb ağalar. Terisi batmaymış da. Həmmimiz oxşar. Bu öylərə tizilgan nəslər bək isilkən. İsil adam degan başqaçıda. Bu öylər parpur bezəlməyən bilən öylərə tizilgan nəslər adətdikidək nəslər eməskən. Tavuk market. Bizning balalarning dadisi g'ayri bir mijozlik odam. O shu kitap deb ikkinchi qavatda bir kitobxonasi bor. Shu uyning ichida kitoblarni yuradi. Uyning ishiklari anchalik arish bo'lmaydi. Men endi shu o'zimning qurbatimdan yetishicha mushunchalik o'tadim. Shu shundaqmi? Ay, bu kitap o'qiydigan, yuqur sapaliq, san'atlik tuyg'usi bor odamlarning o'ylaydig'ini men toz tushunib bo'lolmagan ekan. O'zimning o'ylig'imcha oddiy o'ylab qolgan o'xshayman. Oyey. Kitaplıca hemmimiz oqsaq buludu. Onun sigma öyünün xo'jayin, doktorxonaning boshlig'i ekan emasmi? Qani. Avaş. Ay, Berna ko'rinmaydi-ku. Berna sir chiqib ketgan. Saltir kelardikin. Avaş o'tiringlar. Cesur oğlumuzdan rastlam taliba ekanjimi? Namanning sayesinde bizning Berna bilan tanishib, undan chiqib qopdi. Shundaq. Berna'm uchun nurg'un elchilar kelgan. Lekin Naman faqat unimidi. Aslida Cesurni allabirun ko'ngliga tikib qo'yibdi emasmi? Rost, balamizning toza ta'liyi ketdi. Hay, bu balamizmichu bek kelishgan, bek qobiliyati va tirishchan, axloqli bola o'g'ashqa nurg'un yerlardan jiq odamlarchu ko'zi tushib, shunda xaridorligini qilgandi. Berna'mi bir ko'rib yoqtirib qopdi emasmi? Shundaq. Namamuchu uni bek atvolaydi. Endi Berna'm onu yaxshi ko'rib qopdi. Shundaq, Cesurning rostli ta'limi ekan. Şuna mushu balalarning beshini bir yerga akab qo'ysak, mushu balalar bir uyni uy qilib, bir uyning peshini tutib, bir yaxshi o'tib ketgan degan maqsadda bu yerga keldi. Qarg'ach markalik sopun parashugi. Bence kelin aldın endi özümüzün atasını deyiş ketmeydi endi. Bulum qiynap-qiynattığını özümüzün atasını qanday hürmetleyen bolsak, shunday hürmetleş kerak deb o'ylayman. Endi mush oilada yanılam ayol kishi, yani öz qilishidagi kishilardan hozirgi jamiyatimizda biz ayollarni ham xizmat qilamiz, ham uy ichining nurg'un vazifalarimiz bor. Shunday ham burun bo'lsa, ayollar asosan endi uy ichi xizmatini qilgandan keyin besim eg'ir emasdi. Ammo hozir hammamizga shunchalik besim eg'ir. Shundaymi mencha ayol kishi yanılam men xizmat qilgandim emas, uydagi vazifamizni o'zidan chiqishimiz kerak. Burun opalarimiz qanday qilgan bo'lsa, mencha ayollik burchimizni uyda, kelinlik burchimizni shunda ado qilishimiz kerak deb o'ylayman. Endi demak, men filmdagi oila sharoit sabab kelinlar asli ayirib turdi-ku. Men mana filmdan da bilib turman dadam bilan. Qayindadam bilan shu bir oilada turamiz.
Muşu ahvolda mencha texim bak endi bir kelin o'zining rolini texim joriy qildirishi kerak deb o'yladim. Men mush filmdimi men besit bu uyga kirgan vaqtda hech ishni bilmayman, chunki men bir nayt bir boy ailening qizi, meni ota-onam unda ishlar salmagan. Men shunchaki ham o'zim bir yaxshi ko'rgan yigitga uylandim. Uylanib mush uyga abay degandek shu uyga kirib shu cho'nglar bilan shuni ota-onam bilan bildirib keyin men kelinlik burchimni ado qilish jarayonida men qiynaldim. Masalan filmda obrazimda. Masalan shu boy ailedan to'y qilib oila sharoiti bizning ailedan sal to'varak bo'lgan oila kirgandan keyin bo'libmi qiyin odamlar bilan birga bir uy turish jarayonida menga endi bu kelinlik burchini ado qilish sal taskardi. Chunki ya tamoq yetamsam, ya uy ish qilamsam, odamning qilolmaydigan ish bo'lmaydi ekan-ku ko'ngil qo'ysa. Shunga o'rgandim endi. O'rganish jarayonida oxirgi shu uyliklarni meni shunchaki yaxshi ko'rdi, oldida bu to'y qo'shilmagan bo'lsa keyin meni shunchaki yaxshi ko'rdi. Ham kelinlik burchimni ado qildim, mush oilaga singib ketdim endi. Men filmning ichidagi obrazimda mening